Mana shu kvartiramizning bitta planirovkasiga ahamiyat bering. Bizlar hozir hol qismida turibmiz. O'zi 4 xonali, hol qismi bilan 5 xona bo'lyapti. Mana bu yerda bizlarda mягкая zona qilingan, to'g'risida televizor qo'yishingiz mumkin. Bu yerda esa bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixoja mebel o'rnatilgan va shitlar yevromontaj qilingan. Devorlar полностью atachenta qilib gilam to'shalgan do'stlar. Mana bu yerda esa bizlarda birinchi xonamiz bu. Xohlasangiz bolalar yotoqxonasi qiling, xohlasangiz kattalar yotoqxonasi qo'shimcha. Va mana bu yerda yana bitta kattalar yotoqxonasi. Bu yerda esa bizlarda mebel уже qo'yilgan. Kravat, shifonyer, termolar o'rnatilgan. Bundan tashqari kattalar yotoqxonasini o'zini mana shunaqa chiroyli sanuzli ham bor do'stlar. Kvartiramiz Samko'da joylashgan. 6 qavatda, 4-qavatda. Mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi, bolalar yotoqxonasida ham hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Kvartiramizda kadastri bor. Mana bu yerda esa bizlarda mehmonxona. Mehmonxonada ham mana shunaqa mягкая mebel o'rnatilgan, televizor qilingan, parda, gilamlar to'shalgan. Va mana bu yerda ikkinchi sanuzul joylashgan. Bu общий sanuzul bo'lyapti. Va mana bu yerda ayollarimiz yaxshi ko'radigan oshxona bo'lyapti. Kvartiramizning kvadrati 102 kvadrat va narxini 107 ming deyaptilar. Yana savdosi bor. O'tirib nonushta qilish uchun joy, kuxona garnitura, texnikalari bilan birga bo'lyapti. Kimga qiziq bo'lsa, agar pastdagi nomer telefonlariga telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.